Anaqasida qara. Любой tuxumingizni sabzi deyapti, to'g'ri? Qilib mana aytsin, vitaminni beramiz deydi. Uyalishadi, ha. Yo'q, orinishadi, o'shani orinmaydigan qilib berib yuboramiz dedi. Masalan, tuxum sabzini hamma biladi-yu. Lekin odamlar erinadi deyapsizmi? Kimdir vaqti bo'lmaydi-da. Erinadimi, erinmaydi. Odamlargacha donini bersa bo'ldi, sayrash kerak-da qush. Bu yo'lini qilish kerak emas. Majbur emas deb o'ylashadi. Mana misol qara, oddiy narsani. Ikkita tuxum olasan, qaynatasan, bitta sabzi, bitta sovuzi. Bitta sabzi, suvni siqish kerak faqat. Achib qoladi. Oddiy narsa. Bu ommaviy. Yaxshi, versalgan narsalari. Yaxshi biratlar. O ko'p emas. Qoshig'i. Yetadi-da, yaxshi. To'kasan. Bu vitamin E ga o'tadi. Bunisi vitamin C ga o'tadi. Mana shuni aralashtirib suvga qo'shib bering deydi-da. Har kunimi qancha 12 soatdan keyin ayniydimi, 1 soatdan keyin ayniydimi deyaveradi. Bunga mana qo'shsam zo'r. Zo'r narsa. Calcilux. Tabiga qarab ishlaydi. Suvni alishtirishga vaqtim bo'lmaydi, o'zim qara olmayman deydiganlarga eng zo'r variant mana shu-da, vitaminni berishga. Olsan, sabzini suvi siqiladi faqat. O'zini achib qoladi. Sekin. Lekin zo'r qiladi qushlarni. Sabzini kamroq qilib, tuxumni ko'proq olsa, yaxshi. Yoz paytida sabzini ko'proq qilish kerak. Sabalagan zo'r deymi? Bo'ydan qo'rq yaxshi. Agar sabzini suvi siqilmasa, unaqa sachraymiz, ishonsan, quruq bo'lib turadi. Beramiz, yeyishni qo'yamiz. Adam müşterilerin gidiyor mu? Ahmet'in gelen işini görüyorsun. Bir haftada 3 hafta gelsin toplu var.